Xo'p do'stlar, davom etamiz. Present perfect mavzuyimiz davom ettirgan holda o'tgan videoyimizda sizlar bilan how long so'zi, ya'ni qanchadan beri degan so'z haqida gaplashdik. Endi shu qanchadan beri degan savol berilgan paytda biz sizlar bilan qanday qilib javob berish, ya'ni qanchadir vaqtni, ya'ni qandaydir muddatni aniq etishni o'rganamiz. Ya'ni sizlar bilan bugun for va since haqida gaplashamiz. Not science. Science deb adashtirmaymiz. Bu since deb o'qiladi. Ya'ni science degani ilm fan degani, since dan beri degani, for ham xuddi shunaqa. Ya'ni dan beriga to'g'ri keladi ikkitasi ham, for since. Ya'ni o'zbek tilida ikkalasini tarjimasi bir xil, lekin ingliz tilida ishlatilishi har xil bo'ladi. Misol uchun birinchi bo'lib deylik how long savoli berildi. Biz javob bermoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib for haqida gaplashib olaylik. For nima uchun ishlatamiz? Juda ham oson, katta qilib daftaringizga yozib olsanglar bo'ladi. For qanchadir davomiy muddat uchun ishlatamiz. Ya'ni qancha vaqt davom etgani, ya'ni davomiy muddat. Ya'ni bu yerda boshlanib, mana deylik, mana bu yerda boshlandi, mana bu pointda, ya'ni dushanba kuni boshlandi chorshanba kuni deylik tugadi. Ya'ni qancha davom etdi? Necha kun davom etdi? 1, 2, 3 kun. Ya'ni biz shu paytda 3 kundan beri demoqchi bo'lsak, for 3 days deb aytamiz. For 3 days, ya'ni 3 kundan beri deb aytamiz. Ya'ni qancha vaqt, ya'ni qachon boshlangan emas, qancha vaqt davom etgan. Ya'ni 3 kun bo'lgan, 1 oy bo'lgan, 1 soat bo'lgan, 1 yil bo'lgan, xuddi shunaqa vaziyatlarga biz for ishlatamiz. Mana misol ko'radigan bo'lsak, for 3 days, 3 kundan beri, for an hour, 1 soatdan beri, for a week, 1 haftadan beri, for a month, 1 oydan beri, for 5 years, 5 yildan beri, for 10 minutes, 2 hours, 4 weeks, 6 months. Qolganlari for a long time, bunga adashtirmaymiz, for a long time, uzoq vaqtdan beri, for a long time degani. Misol uchun, Richard has been in Canada for 6 months. Richard Kanadada bo'ldi. Qancha vaqt bo'ldi? 6 months. 6 oy davomida Kanadada bo'ldi. Not since 6 months. Endi for tushundik, ya'ni qancha vaqt davom etgani, qancha muddat davom etgani, 1 yil, 2 yil, 1 soat, 2 soat, 3 soat, shunaqa vaziyatlarda ishlatamiz. Endi xuddi shu, ya'ni since bu ham dan beri degani, faqat since ni juda ham oson ishlatish, adashtirish o'zi ko'p videolarda juda ham chalkashtirib yuborishadi, даже tushuntirishlarda ham. Since shunchaki boshlangan vaqt, ya'ni qachon boshlangan, ya'ni dushanbadan beri, chorshanbadan beri deb qachon boshlangan aytmoqchi bo'lsak, biz since ishlatamiz. Ya'ni start of the period. Ya'ni o'sha vaqtni boshlangan, ya'ni Monday, ya'ni since Monday. Ya'ni dushanbadan beri, since Monday, dushanbadan beri. Ya'ni qachon boshlangan, ya'ni mana bu boshlangan nuqtasi muhim. Ya'ni bunda qancha, necha kun yoki necha soat, necha hafta, necha minut, necha hafta davom etgani muhim bo'lsa, for uchun, since uchun qachon boshlangani muhim. Since Monday, since 9 o'clock, since 24th July, since January, since 1985, since Wednesday, since 12:30, since Christmas, since I was 10 years old, ya'ni 10 yoshimdan beri, since we arrived, kelganimizdan beri, ya'ni kelganimizda boshlangan o'sha narsa yoki bunisida dushanba kuni boshlangan o'sha nimadir aytayotgan narsamiz yoki soat 9 da boshlangan yoki 24-iyulda boshlangan, xuddi shunaqa. Yana misol ko'radigan bo'lsak, Richard has been in Canada since January. Ya'ni Richard Kanadada bo'ldi yanvardan beri. Ya'ni yanvardan beri u Kanadada. Kanadada hozir ham, ya'ni u Kanadada ekan. From January to now, hozirgacha, ya'ni xuddi shunaqa, ya'ni since bilan for xuddi shu farqi